ijod ahli biznesmenlar odatda kechasi bilan yurib, ishlab, ijod qilib chiqishadi-da, ertalab ko'zini ocha olmaydi. Lekin meni ancha yillik tajribamdagi kun tartibim early birdman, ya'ni erta ishni boshlaydigan odamman. Asosan biznes uchrashuvlarimni zavtriklarga qo'yaman. Shunaqangi chiroyli joylarga zavtrik qilishga harakat qilaman. Partnyorlar bilan o'tirib gaplashishga, rejalar qilishga va bu juda ham samarali. Buni men bilan sinab ko'rgan insonlar juda ham yaxshi bilishadi. Har jihatdan bu qulay, ustun va kunni hali sizni bezovta qilishmasdan, fikrlaringizni chalg'itishmasdan oldinoq siz mana shunaqangi haligi kelishuvlarga erishish imkoniyatiga ega bo'lasiz. Xullas, kunni rejalashtirganda biznes zavtriklarini ham odat tusiga kiritishni tavsiya qilaman. Salomat bo'ling.